yaltirlashini qaranglar. Bir martagina surdim, bir kungina surdimda. Endi men sizlarga vitamin E dan ham 2 barobar kuchli bo'lgan kollagen va sovurtkani tavsiya qilaman. Doim yuzinglar tortilgan, lifting effekt berilgan, shunaqangi zo'r, tiniq, yaltirlab turadigan yuz bo'ladi. Bittasi menga vitamin E ni reklama qilganda yozyapti. Yuzingiz hammasi botoks deb. Men yuzimga botoks umuman ishlatmaganman. Xudo xohlasa ishlatish niyatim ham yo'q. Men hamma mana shu reklama qilgan narsalarni sizlarga ham ilinib, sizlarning ham yuzinglar doim yaltirlab, tiniq bo'lib tursin deb reklama qilaman. Qaranglar, mana bunaqa kollagenli sovurtkalarimiz kelgan. Bundan nalichida juda ham kam, bakcha zo'r narsa, vitamin E dan 10 barobar zo'r narsa. Qaranglar, bu kollagen va sovurtkani ko'rinishini ham ko'ringlar. Asal, mazza qilib ishlatasizlar. Men o'zimga ham hadiyaga berishda, o'zimga uyga olib ketib ishlataman. Qaranglar, bu nima qiladi? Qaranglar, bu kollagen va sovurtkani erkak ham, ayol ham, yosh qari ham bemalol ishlataversangiz bo'ladi. Mana 25 yoshdan keyin уже sekin yuz osilishga boshlaydi. 45 yoshdan keyin уже ajinlar tushib, yuzlar osilib ketgan bo'ladi. Shularni oldini olishga 25 yoshdan keyin bemalol ishlataverasizlar. Qari ayollar ham, erkaklar ham, bolalar ham bemalol ishlataversa bo'ladi. Yuzinglarni qaranglar, birinchi o'rinda yaltirlatib, tiniq qilib beradi. Shunaqangi porelarni zo'r yopadi, tiniq qiladi. Yuzinglarga hamma kosmetikaga tushadi. Lifting effekt beradi, lyoqki. Buni olib ishlatganingizda ikkinchi, uchinchi kunda sразу sezasizlar, yuzinglar shunaqangi zo'r yaltirlaydi. Maza qilib ishlatasizlar. Yuzinglarga ana kollagen bo'lganini hisobiga yuzinglarni shunaqangi tortib kollagenga boyintirib beradi. Shunaqangi yuzinglarcha taqoy qanaqa qilib tasvirlab bersam ekan sizlarga. Shunaqangi zo'r bo'lib qoladi. Vitamin E aytganman-ku, yuzinglar yaltirlab, tiniq farforovaya koja qiladi. 10 barobar kuchli. Bemalol olib ishlatinglar, qo'rqmasdan hamma yuzga tushadi. Yog'li yuzga ham, quruq yuzga ham, чувствительный kojaga ham bemalol tushadi. Tak buni xohlasanglar do'konga kelib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar shahar ichiga Yandex-dan dastlab qilib beraman. Agar viloyatga kerak bo'lsa, pochta qilib beraman.